Hop, xodimlarga ish haqi to'lash tizimining tarixi bilan bir tanishib olsak, bu bizga demak, yalpi daromad nimaligini va uni ichida demak ish haqi va imtiyozlar qanday o'rin tutishini bilib olamiz. Dunyo demak biznes rivojlanib borishi asnosida dunyo rivojlanib bormoqda va demak insonlarning yashash sharoiti ham yaxshilab borilmoqda. Demak, o'zi tarixdan biznes qanday bo'lgan? Demak, sanoat rivojlanganda, demak, biznes egalari xodimlarni ishlatishgan va ularga demak mehnati uchun haq to'lashgan. Boshqa hech qanday to'lovlar, hech qanday imtiyozlar bo'lmagan. Demak, ishchilar ishlagan va oylik maoshini, o'sha ishlagan maoshini demak, biznes egasidan olgan. Keyinchalik rivojlanish va insonlarda yashash sharoiti yaxshilanib borgan sari kompaniyalar orasida demak har xil imtiyozlar berib, demak inson resurslarini jalb qilishda raqobatlasha boshlashgan. Shu bilan kompaniyalar xodimlarga har xil imtiyozlar berish orqali yaxshi xodimlar, mutaxassislarni o'ziga jalb qilib ushlab qolishni raqobatlashishadi. Keyinchalik esa bu imtiyozlardan foydalanish ham birmuncha o'z aktualligini yo'qotadi. Nimagaki insonlar demak sharoiti yaxshilanib borgan sari ularga ularni ushlab qolish, ularni jalb qilish, ularni rag'batlantirish borasida demak qo'shimcha instrumentlar ishlab chiqish ga to'g'ri keladi va bu demak HRlar uchun ham bir asosiy vazifaga aylanadi va hozirgi kunda demak total rewards, yalpi daromad deb atasak bo'ladi. Xodimning yalpi daromadi degan total rewards degan termin joriy qilinadi. Bunda esa demak bir nechta elementlar bor. Buni sizlar bilan keyingi slaydda ko'rib chiqamiz.